qaddi qomat buzilganda, yelkalar pastga tushganda, skoliozda asosan ko'proq kifozda bu holat kuzatiladi. Diafragma siqiladi, odam oldinga egilib yurib boshlaydi. Shuning natijasida qovurg'alarimiz, old qovurg'alarimiz ichidagi o'pkalarimiz, yuraklar, oshqozon, ichaklar, reproduktiv organlar pastga tushadi. Ya'ni biza buni pusheniya organov deyiladi. Organlarni, ichki a'zolarimizni o'zini joyidan siljishi, ya'ni pastga tushishi. Bu holatda organlar o'zini funksiyasini to'liq bajarmaydi. Qon aylanishi sustlashadi, hazm sistemasi buziladi, yurakka yaxshi kislorod bormaydi, o'pka kislorod bilan to'liq to'yinmaydi. Shuning uchun bitta qattiq og'riq emasda, shunaqa ayollar bo'ladi, ularda hamma joyida tushunarli kuchsiz og'riqlar. Ya'ni bu bemorlar kasal ham hisoblanmaydi, sog' ham hisoblanmaydi. Juda ham o'tkir og'riqlar yo'q, pristuplar yo'q, faqat tushunarsiz og'riqlar. Yurakda sinchish, nafas siqish, qorinda dam bo'lishi, hazmni og'ir bo'lishi, ovqatdan keyin og'irlik his qilish, mana shu kichkina elementlar, kichkina simptomlar jiddiy muammolarga olib keladi.